Tabiatdagi haqiqiy kuch egasi kim? Arslonmi? Yo'lbarsmi? Yo'q. Bu gigant yirtqichlar bilan ularning birortasi ham tenglasha olmaydi. Bugun biz dunyodagi eng kuchli va eng vahshiy 3 ta ayiq turini taqqoslaymiz. Qutb ayiqlari, Kodiak va Grizlilar. Qutb ayiqlari, muzlar ustidagi qirol. Arktikaning muzlarida yashovchi bu gigantlar tabiatdagi eng kuchli yirtqichlardan biri. Ularning og'irligi 600 dan 1000 kilogramgacha bo'ladi. Turgan holatda esa balandligi 3 metrga yetadi. Qutb ayiqlari qalin yog' qatlami va 2 qavatli jun tufayli -40 darajali sovuqqa ham bardosh bera oladi. Asosiy o'ljasi tyulen. Ular muzdagi teshiklardan nafas olishga chiqqan tyulenlarni kuzatib, bir zarba bilan o'ljasini tortib chiqaradi. Eng dahshatlisi, qutb ayiqlari insonni ham o'lja sifatida ko'radi. Ularni ataylab kuzatgan holatlar qayd etilgan. Ularning terisi aslida qora, lekin junlari shaffof, shuning uchun oq ko'rinadi. Bu ularga quyosh issiqligini yutishga yordam beradi. Qutb ayiqlari bir kechada 60 kilometrni suzib o'tishi mumkin, to'xtamasdan. Grizli ayiqlari, tog'larning vahshiy jangchisi. Agar tabiatda asabiylik bo'yicha chempion bo'lsa, bu albatta grizli ayiqlaridir. Ularning vazni 300-450 kilogramm atrofida, lekin kuch jihatdan o'zidan 2 baravar kattaroqlar bilan ham kurasha oladi. Ular 55 km/soat tezlikda yuguradi, ya'ni odamdan 3 baravar tez. Grizlilar o'z hududini himoya qilishdan hech qachon chekinmaydi. Ular o'z bolasiga yoki o'ljasiga yaqinlashgan har qanday mavjudotga hujum qiladi. AQShda eng ko'p ayiq hujumlari aynan grizlilarga to'g'ri keladi. Bir zarbasi bilan 300 kilogramlik hayvonni urib yiqitishi mumkin. Kodiak ayiqlari, orolning og'ir bosiq giganti. Kodiak ayiqlari Alyaskadagi Kodiak orollarining haqiqiy qirollaridir. Ularning og'irligi 700-900 kilogramm, ba'zida 1 tonnadan ham oshadi. Turgan holatda ular 3 metrgacha yetadi, deyarli odam oldida turgan devday. Kodiaklar grizlilarga qarindosh, ammo orolda yashagani uchun ular tinchroq va osoyishta. Lekin agar jahli chiqsa, ularning kuchiga hech kim bardosh bera olmaydi. Bir zarbasi bilan otni ham yiqita oladi. Va nihoyat, kuch va vahshiylikning haqiqiy g'olibi kim? Qutb ayiqlari eng kuchli, grizlilar eng vahshiy, kodiaklar eng yirik. Ammo haqiqiy savol shuki, agar bu 3 gigant to'qnashsa, sizningcha kim g'olib chiqardi? Fikrlaringizni kommentda yozib qoldiring. Qaysi ayiq sizni eng ko'p hayratda qoldirdi? Sizlar bilan esa 3-planeta kanali bo'ldi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Like va komment qoldirishni unutmang. Va eng asosiysi, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni esingizdan chiqarmang. Shunda keyingi ajoyib, qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaysiz. Xayr, salomat bo'ling.